Yo'q do'stlar, assalomu alaykum. Bitta pasport evaziga kelesroq qo'llangan ilingan kalit shundoq berib olamiz. Bunaqasi faqat Qo'qon uy-joy savdo 77 da bo'ladi. Demak, ketdik. Xonadonimizga kirganimizda chap tarafimizda zalimiz joylashgan. Zalimiz noto'jli patolog bo'lgan, yer remont bo'lgan har bitta xonadoni. Bu zal holatimiz to'g'rida esa detskimiz joylashgan. Umumiy 90 kvadratli bo'ladi xonadonimiz. Detskimiz ham yer remont bo'lgan, noto'jli patolog. Umumiy 90 kvadratli 3 xonali birinchi etajimiz pastida nolovoy etajda bo'ladi. Bu esa kattaroq yotoqxonasi bo'ladi. Bu ham aytib o'tganim noto'jli patolog, yer remont bo'lgan, отоплениялari bor. To'kli pollarigacha. To'g'rida esa oshxonamiz joylashgan, oshxona jihozlarimiz ham bor. Kuxni jihozlari, gaz plitalari, kommunallardan muammo yo'q aytib o'tganimdek. Oshxonamiz oldida esa hojatxonamiz, sanuzerimiz joylashgan, alohida bo'ladi. Bu yerda barcha jihozlari mavjud. Bu sanuzer holatimiz, arestorlari bor. Barcha jihozlari bilan bitta pasportingizni nomingizni rasmiylashtirib beriladi. Pastda raqamlar qoldiraman. Batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyati Chuko'prik tumani, Qo'qonboy hududida. E'tiboringiz uchun rahmat.